mana 12 yoshli, 13 yoshli, 14 yoshli bolalar siz aytgandek kamdan kam endi kitob o'qib, vazifalarni qilib, o'yin kulgiga berilgan davri. Buni tan olamiz. Bolalik davrining ikkinchi bosqichi. Lekin o'sha davrda endi o'sha o'yin kulgilar masalan buni ilm olishiga xalal beryapti deylik. Biz nima qildik? Kecha bitta kitob sotib oldik. 365 kun degan kitob. Shu kitobni bir oyda tugatsangiz, biz sizga 100 ming so'm pul beramiz. Agar shuni tugatmasangiz, biz sizga 100 ming so'm va'da qilingan pulimizni beramiz. Oling 2 oyda o'qing, oling 3 oyda o'qing. Ularda kopilka deydi, pul to'playdigan idishi bor, o'shanga to'plab qo'yishadi. Kitob o'qishligini, dars vazifasini qilishligini, repetitorga borsa u yerlarda chiroyli bir o'zlashtirib kelishini hammasini o'zi qiziqadigan narsaga bog'lab qo'yganmiz. Birinchisi ketdi, pul mukofoti mana. Endi ikkinchisini boshlaymiz. Ikkinchisini xudo xolisa shu bir oy davomida o'qib tugatsangiz, ikkinchi qismini ham men sizdan boshlashga olib ketaman. O'zidan sharoitidan kelib chiqib turib, shu bolaga qanaqadir rag'bati uchun bir mukofot sovg'asini tayin qilish kerak va uni nazoratini ham qilish kerak.